Bugun bizda O'zbekiston uchun nisbatan yangi va noyob operatsiyani amalga oshiramiz. Usulning nomi Conduction System Pacing, ya'ni yurak o'tkazuvchi sistemasini stimulyatsiya qilish degani. Fiziologik stimulyatsiyani amalga oshirish uchun maxsus Medtronic kompaniyasini Select Secure qorinchalar elektrodidan foydalanamiz. Buni o'ziga xos jihati ichida stileti bo'lmaydi, juda ingichka va xudo xolasa qorinchalar aro to'siqda penetratsiya usulidan o'tib chap his sistemasiga tushishimiz kerak bo'ladi. Bu usulning afzalligi eski usullarga nisbatan ba'zi bir guruh bemorlarda yurak yetishmovchiligi rivojlanmaydi. Ular kardiologga kamroq keladi, kamroq dori vositalarini ichadi, kamroq gospitalizatsiya bo'ladi va statistik ko'rsatkichlarga ko'ra bu guruhdagi bemorlarda o'lim soni ham kamroqdir. Ya'ni bu kardiostimulyator bilan komfort ko'proq. Operatsiyamizni yakunlab oldik. Ko'rib turganingizdek, maxsus elektrodni qorinchalar aro to'siqdan o'tib his tutami chap oyoqchasiga implantatsiya qildik. Agar siz va yaqinlaringizda ham yurak urishi kamayib ketgan bo'lsa, aynan biz sizga eng zamonaviy maxsus kardiostimulyatorlarni tavsiya qilamiz. Sog' bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.